agar farzandingizni o'qishga qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, men sizga zo'rta parta ko'rsataman. Agar farzandingiz dangasalik qilayotgan bo'lsa, ishtiyoqi yo'q bo'lsa, shunaqa parta olib bersangiz, aniq ishtiyoqi oshib ketadi. Chunki bu partamizni funksiyalari ko'p, tiyda bunaqa qalamlarni solib qo'yadigan podstavkalari bor. Bu yoqda mana bemalol partani regulirovka qilib oladi. Orqasi ham mana podsosli bo'ladi. Har bitta уровеньga tushirib o'zi rasmlarni chizsa ham bo'ladi. Bu yoqda kitob qo'yadigan, svetilniga qalam qo'yadigan joylari ham bor. Bu partamiz ham xuddi shunaqa ko'tariladi, rasm chizishligi. Menga eng yoqqani mana bu partamiz bo'ldi. Pushti. Buni ham stolini ham, stulini ham mana bunaqa baland past qilib, mana shunisi burasi bu pastga tushadi, orqaga burasi bu tepaga ko'tariladi. Stulimizni baland past qilib farzandingiz bo'yiga moslashtirsanglar ham bo'ladi. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, seriy, rozoviy, ko'k ranglari bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, mana shu birinchi turganimiz kichkina svetilnigi bor, pastda tortmaligi 1 million so'm, rozoviy esa 1 million 250 ming so'm. Bu turgan ikkita seriya partalarimizni narxi 1 million 500 ming so'm. Dastavkalarimiz bor, hammalarni do'konimizda kutib qolamiz.